Alloh jonzotlarni 3 toifada yaratgan. Biri farishtalar bo'lib, Alloh ularga faqat aql bergan, lekin nafs bermadi. Demak, farishtalarda gunoh qilishga moyillik yo'q. Ikkinchisi hayvonlardir. Alloh ularga biz tushungan ma'noda aql bermadi, faqatgina nafs berdi. Uchinchisi insonlardirki, Alloh ularga ham aql, ham nafs ato etdi. Shunday ekan, kimningki nafsi aqlidan g'olib kelsa va shu nafsining havoyi istaklariga ko'ra hayot kechirsa, u hayvondan ham tubanroq, ya'ni hayvonlar undan yaxshiroqdir. Kimningki aqli nafsidan g'olib kelsa va hayotini Alloh buyurganidek yashasa, u farishtalar martabasiga ko'tariladi. Nafsning istak xohishiga bo'ysungan odam agar hukmdor bo'lsa qul holiga tushadi. Nafsning havoyi havaslariga qarshi bo'lib sabr qilgan odam esa qul bo'lsa ham hukmdordir.